Ye va Xayrullo aka, bularimiz nima o'zi? Bular mana shu qizlarimiz esa haligi qidirib yurgan mana shu mashhur kesagimiz shular bo'ladi. Bu kesani qizlar, ayollar yeydimi? Yeydigan narsa. Buni eng qizig'i rangini qarang, bu boshqacha. Har xil, ha. Bunisi boshqacha. Bunisi qorasi ham bor, ko'mirga o'xshagan qorasi ham bor. Qizlarimiz qidirib yurgan, qarang. Uralska degani mana. Aha. Bu Uralda chipsligi ham bor mana. Chipsligi. Uralda chipsligi mana. Buni pastasi ham bor, buni pastasi ham bor, har xillardan mana. Mana qarang. Pastasi. Mana shokoladliklari borligi. Shokoladliklari bor mana. Bu bog'da mana vatriliklari. Bu Turkiston mana, Turkiston Krasnoyar qarang. Bularning pashkaliklari ham bor, hattoki mana o'shalarni. Lekin mellarimiz bor. Mellarda ham bir 15 xil turi bor. O'zi berdi. Ha, mellarning o'zini. O'sh hammasi bo'lib turib 43 xil turi bor. 43 xil. Do'stlar, qidirganlar bo'lsa bemalol kelishaversin, ha. Mana. Gulvatalarimizni istalgancha o'lib xarid qilsa ham bo'ladi. Mana o'zi ilgarigi eskilarimiz yeb yurgan, oldingi qadimda yeb yurishgan gulvatalar bu oldingilardan. Mana hozirgi mana Turkiston, Qozog'iston, Rossiyadan, har yoqlardan kelib o'tirganlar bular. Eng yaqin dugonangiz belgilab turib tarqatib qo'ying. Mana dugonangizni eng yaxshi ko'rgan dugonangizni qoni kamayib ketishini xohlasangiz, bularimiz tavsiya etamiz. Qonni kamaytirib, shimadi shu bo'ladi-a. Shunaqa. Kimdir lekin sevib iste'mol qiladi. Chiqatil bor raqamlarga aloqa qiling, tabiiy giyohlarga obuna bo'lsangiz, aksiya bor. Yashil bozori, Namangan mikrorayon, Yashil bozor. Yashil bozor. Har kun ishlaymiz.